Bugun biz sizlarga batutlarni hali O'zbekistonda bunaqa formatda bo'lmagan obzorini tayyorlab qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, har xil assortiment, har xil razmer, o'zimizda avtorskiy dizaynlarimiz ham bor. Hali hech qayerda yo'q u dizaynlar, ularni hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'zbekistonda bolajonlarimizni eng ko'p xursand qilayotgan Aladdinda showroomga keldik. Mana shu batutimiz milliy O'zbekiston figuralarida, O'zbekiston tematikasida ishlab chiqarilgan. Bu batutni biz O'zbekistondagi dizaynerlar bilan o'zimiz avtorskiy proyekt deydi-ku, shunaqa qilib yasatdik. Bundan tashqari har doimgidek o'zimizning hit attraksionlarimiz, mana biz sizga yoqqan o'tganlar. O'ylagansiz. Mana qaranglar. Hamma zo'r bersa. Kelganlar uchun rahmat. Yanagi yil o'ylaymanki, mana bir yangi loyihani ustida bir o'tirib, yana bir ko'rishib, shunaqa yangi loyihalarni syomka qilib reklama qilib berasizlar degan umiddaman. Aka xizmatdamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Toshkentga kelganmiz. Bolalarning eng sevimli o'yingohlaridan biri batut. Bu biznesda qilganlar, bilganlar biladi, normalniy. Bir oy, 2 oyda bemalol foydasini chiqarib olsa bo'ladi. Agar qaynoq tochka bo'ladigan bo'lsa, bayram arafasi mana Navruz kelyapti. Qo'ysang, Rustam aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormaylar. Yaxshi kelinglar, xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun biz sizlarga batutlarni hali O'zbekistonda bunaqa formatda bo'lmagan obzorini tayyorlab qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, har xil assortiment, har xil razmer, o'zimizda avtorskiy dizaynlarimiz ham bor. Hali hech qayerda yo'q u dizaynlar, ularni hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hali akam aytgandek, O'zbekistonda bunaqa assortidagi proyekt bo'lmagan. Eng zo'rlari, eng oxirgilari shu akamiz. Hatto hali sotuvga chiqmaganlari ham bor edi. Shunaqa, yangi haliga aytib o'tdim. Mana shu batutimiz milliy O'zbekiston figuralarida, O'zbekiston tematikasida ishlab chiqarilgan. Bu batutni biz O'zbekistondagi dizaynerlar bilan o'zimiz avtorskiy proyekt deydi-ku, shunaqa qilib yasatdik va Xitoydagi hamma batutlarimizni yasab beradigan o'sha sifatli zavodimiz yasab berdi. Zo'r. O'ylaymanki, bu mijozlarimizga juda qiziq bo'ladi, ayniqsa hozir kirib kelayotgan Navruz arafasi va umuman hozir ko'pchilikning ko'zi charchagan bir xil batutlardan, oldin ko'rgan batutlardan ko'ra bu ancha noyob va qiziqarli narsa bo'ladi deb o'ylaymiz. Ko'zga yangilik, dizayn jihatidan mutlaqo yangilik. Bizning bayroqlarimiz, atlas, do'ppilar, hammasi xullas moshina ishlangan. Buni razmeri nechigacha bor? Razmerlari har doimgidek hamma batutlarimizdagi 4 ga 5, 4 ga 7, 5 ga 8, 6 ga 10, 6 ga 12, 7 ga 14 hamma razmerlardan bor. Tushunarli. Mana bu kichkinasi, mana shuni bitta ko'rsatib qo'y. Bu 5 ga 8 mana kichkina batutimiz. Buni endi shu biznesga kirayotganlar, katta pul tikmasdan boshlayman deganlar olib, bemalol ishlatsa bo'ladi. Video davomida sizlarga narxlarini ham aytib o'tamiz. Uning uchun sizlardan bittadan like bo'lsa, ijicha tomosha qilib tursang bo'ldi. Hozir batut turlari haqida gaplashib olaylik, keyin narxlari haqida gaplashamiz. Narxlarini o'zimdan qo'shib o'taman. Eldaradodan kelgan mijozlarimizga $50 skidkani kafolatlab beramiz, garantiya. Aloqaga chiqarasizlar. Mana bu yerda eng bahaybat, eng dahshati bor. Ha, bu ham bizning yangi loyihamiz, yangi proyekt. Nomi Aladdin Park. Ko'rib turganlaringdek, mana shu bitta batut, yaxlit batut, ichi детский площадка, bir labirintga o'xshagan narsa bo'lib yotdi. Bunaqa formatdagi batut hali O'zbekistonda bo'lmagan, hech kimda yo'q. Yo'q ha bundan. Yo'q, bu juda ham katta. 9 ga 15, buni ichiga birdaniga 60 ta, 70 ta, 80 ta bola ham kirib ketadi. Qo'ying. Qaranglar, kattaligi. Juda baland, katta, ranglari ham chiroyli yasalgan batut. Bunaqa batut qo'yib qo'ysangiz, o'ylaymanki, siz atrofingizda sizga hech qanaqa raqobat qolmaydi. Soqqa faqat sizga oqib kelaveradi. Boya Rustam akamiz aytgandek, endi yangi boshlayotganlarga ham kichkina urg'ulardan bor. Ana endi aka, bularda narxlaridan bitta urg'u berib o'taylik. Narxlariga keladigan bo'lsak, misol uchun eng ko'p xadavoy razmerimiz bu 5 ga 8, $1750. Lekin Eldaradodan kelsalaring, Eldaradodan chiqdik desanglar, yana o'shandan $50 o'tib beramiz. Zo'r. Yana bir marta aka bir og'iz gapingiz bo'ldim. Hozir ko'pchilik aytadiki, Aladdinning sifati tushib ketgan yoki bizniki Aladdinning sifati bilan bir xil, ularniki qimmatroq biznikidan deb Xitoydan arzon batutlarni olib kelyapti. Men o'zim Xitoy tilini bilganligim uchun ular qayerdan olganliklarigacha bilaman Xitoyda. Biz nima demoqchimizki, bizning batutlarimizning sifati hech qachon o'zgarmaydi. O'sha bitta zavod bilan 8 yildan beri ishlaymiz va
hamma biladiki, arzon narsa hech qachon sifatli bo'lmaydi. Bu batut qanaqadir bir nima desam ekan, bir ko'ynak emas, bir paypoq emas, olib turib yoqmasa tashlab yuboradigan. Shuncha pulga olyapsizlar, hurmatli mijozlarimiz, tanlovda adashmanglar. Tushunarli. Yaxshi maslahat bo'ldi. Arzonni sho'rva sotmasi eskilar bekorga yetmagan. Xo'p, mana bular nechiga? Bu o'zimizda har yilgi chiroyli modellarimiz, Masha и Medved bolalar hali ham yaxshi ko'radigan trendda bo'lgan multfilmlardan 6 ga 12 razmer. Buni ham hamma razmerlari bor, hurmatli mijozlar, va bog'chalarga mos qilib 4 ga 5 razmerini ham olib kelganmiz. Mabodo kimga xususiy bog'chalari bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin va keyingi oydan 3 ga 4, 3 ga 3 razmerlarimiz ham bo'ladi. Вообще zo'r. 3 ga 3-i Hoji aka bilaman, siz nevaralaringizga uyga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xususiy bog'chalar ham endi o'tgan yil reklama qilganimizki, menga rosa ko'p adashib tushaveradi-da. Ha. Xususiy bog'chalar ham ko'p qidirar ekan aka bu narsani. Men shuni bilib qo'ydim. Yaxshi qilibsiz 3 ga 3larni ham. Ha, chunki xususiy bog'chalarda hozir davlat bog'chalariga o'xshab katta joyda ochish imkoniyati yo'q va qanaqadir xonadonlarda ochilyapti, uchastkalarda ochilyapti. Bolalarni qiziqtirish uchun hozir bu eng optimalniy variant bo'lib qolgan. Chunki отдельный maydon qiladigan bo'lsa qimmat bo'lib ketadi. Qimmat bo'lib ketadi. Xullas, voy. Xullas, ahmad bermaysizlar. Eng kichkinasidan tortib eng katta, eng ulkanigacha akalarga aloqaga chiqasizlar. Buni nomi milliy edi. Bu akalarimiz o'zi asli brend Aladdin-a. Aladdin brend asosida ishlaymiz. Bu nomi milliy. Milliy. Mana bu tarafda yana boshqacha turlardan ham bor. Endi dietskiy attraksionlarni ham ozgina ko'rsatib beramiz sizlarga. Zo'r narsalar bor bolajonlar uchun. O'zbekistonda bolajonlarimizni eng ko'p xursand qilayotgan Aladdinda showroomga keldik. Akajon, pasta batutlarni ko'rdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir bolaligimga tushib chiqdim aka. Maza qildim. Endi batutlarni ekspozitsiyasini ko'chaga bugun yig'dik. Shunaqa syomka qilamiz deb, mana shu sizlarga o'xshagan akalarni chaqiramiz deb. Lekin bu har doim ham qilishi qo'limizdan kelmaydi. Lekin hozir ko'rib turganinglardek Aladdin showroomi do'koni Xudo xolasa har kun ochiq, qishin yozin kelib, bemalol har bir attraksionimizni ko'rib, ushlab ko'rib, ishlatib ko'rib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu o'tgan yil kelganinglarda esingizda bo'lsa, shu attraksionlarni skladda ko'rsatib berdik. To'g'ri, sklad ham qanaqadir bir o'ziga yarasha bir aurasi bor, lekin baribir mana bunaqa kelib toza joyda o'tirib, bir piyola choy ichib, attraksionlarni hammasini ishlatib ko'rishga yetmaydi. Ularni biz ochib qo'ygan holimizda ko'pincha chang bo'lib ketib, eski holga kelib qolayotdi. Bu yoqda hammasi akkuratni toza turadi va yangi modellarni ham ochib qo'yganmiz bu yoqda, qo'rqmasdan. Zo'r. Bu joyda hozir sizlarga attraksionlarni hozir ko'rsatib beramiz. Yangiliklar juda ham ko'p ekan. VR bu, ha? Bu VR apparatimiz, misol uchun bir xillar keladi. Buni hozir fleshkasi, programmasini to'g'irlashimiz kerak. Bu VR apparatda ichida 5 ta o'yini bor. Har xil zombi, ochkisini ko'rasiz, xuddi virtual reallikka oldingizga kelib o'ynagandek bo'ladi. Kichkina bolalar uchun ham o'yinlari bor, kimdir qo'rqitadi, miyasiga ta'sir qiladi desa, kichkina bolalar uchun ham o'yinlari bor. Undan tashqari har doimgidek o'zimizning hit attraksionlarimiz, mana biz sizga yoqqan o'tgan yil o'ynaganimiz. O'chib qoldimi bu? Ha, o'chib qoldi. Qayda vipga yoqib qo'yishgan buni. Qaranglar. Hamsi zo'r narsa. Qo'yib qo'yadigan. Undan tashqari mana tir, haqiqiy tirga maksimalni yaqinlashtirilgan bir attraksion desak ham bo'ladi. Misol uchun shunaqa razmerdagi, shunaqa formatdagi tirni haqiqiysini qilaman desangiz, ancha qimmatga tushadi. Buni narxi $2600. Xudo xolasa kelsangiz skidka ham qilib beramiz. Bu suvli o'qlar ichida bundan 4 ta hamma narsasini qo'shib beramiz. Suvli o'qlardan beramiz. Otadigani bu. Nishonlari, pultini beramiz. Shunday otib bo'lgandan keyin ko'tarib olsangiz bo'ladi. Bunga monitor qilib katta qimmat narsa emas. Arzonroqqa qilaman deganga zo'r variant. Bu haqiqsiga otadi, lazerli emas. Bularda har xil turlardan bor, o'tgan safar ham. Ha, bular endi eski modellarimiz, o'tgan yil ham ko'rsatganmiz, to'xtalib o'tish shart emas. Bular har doim bor, har xil ko'rinishda ham bor. Bu yoqda o'sha o'zimizning targ'ibot savdo markazlariga, tam yopiq joylarga qo'yiladigan modellarimiz. Mana bular poyezdlarimiz bor. Poyezdlar har doimgidek qishda misol uchun batutni menga ko'rsatib ber, qishda olib qo'ymoqchiman degan akalarimizga mana eng kichkina razmerimizni shu yerda ochib beramiz. Ushlab ko'rish uchun, sifatini, materialni qanaqaligini ushlab ko'rish uchun qishda ham batut bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Tushunarli. Va yana bu yerda yangiliklarimiz bor ekan. Hop, nastolniy tennis. Mana bu apparatimizni yaqinda olib keldik, 2 kishilik mashina. Bu
targoviy sentrlarda qimmat modellardan bittasi bu hisoblanadi, lekin biz buni ancha arzonroq modelini olib keldik. Narxi 2 barobargacha arzon, ha? Ha, shunaqa 2 barobarga arzon desak ham bo'ladi. Mana bu kachalkalardan, bu endi hamma joyda olib ishlatiladigan, qo'shib qo'yiladigan narsalarni, yangi modellarini постоянно yangilab turamiz, olib kelib turamiz, izlanamiz. Xitoyda hamma attraksion batut ko'rgazmalariga qatnashib, yangiliklarni izlashda to'xtamaymiz sizlar uchun. Har doim nima yangi chiqdi ekan, nima yangi bor ekan deb aka o'zini ustida ishlab turadi. Bori misol uchun mana bu ribalka modelimizda ham men bu yo'q-da, bu yo'q, bu Tashkent City Mallda ko'rganman. Juda ko'p bolalar o'ynagan. Misol uchun men o'zim o'g'lim ham ko'p attraksion tursa, mana shu ishlab turgan holda mana baliqlarni ushlashni yaxshi ko'radi. Buni ham arzonroq modelini o'zimiz yasatib Xitoyda olib keltirdik. Ancha byudjetli modeli bu. Bu asabga ta'sir qiladi akalar. Asabni shu bolalaringiz asabli bo'lsa, mana shu ozgina o'ynatsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Fikrni jamlaydi bunda. 8 sekunddan ko'p jamlanmayapti ekan hozirgi bolalar aka fikrini. Ha, mana shunaqa foydali attraksionlarni o'ynasa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Zo'r. Aka, chiqishadi, bizning nomimizda aytishadi, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Kelganinglar uchun rahmat. Yanagi yil o'ylaymanki, mana bir yangi loyihani ustida bir o'tirib, yana bir ko'rishib, shunaqa yangi loyihalarni syomka qilib reklama qilib berasizlar degan umiddaman. Aka, xizmatdamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Hammaga rahmat.